Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. O'tirganingizdan xursandmiz. Ustoz, sizga bugungi suhbatimizda ajoyib savollarimiz bor. O'sha My Life Planner darslari doirasida umuman 2026-yil ham kirib kelyapti. Shu 2026-yilda barakali o'tkazish doirasida. Sizni ko'p vaqtni, pulni boshqarish haqida darslaringizda qatnashganmiz, eshitganmiz va hozir dekabr oyiga yaqinlashganimiz va 2025-yil tugayotganini inobatga olib 26-yilda barakali kutib olish, o'zimiz o'ylagan orzularga, maqsadlarga erishish uchun bir o'zingizdan xolis tavsiyalarni bir eshitmoqchi edik. Assalomu alaykum azizlar do'stlar. Hoji Akbar yaxshi savolni ko'tardingiz. Har bir mavzuni o'zini vaqti bo'ladi-da, vaqti, soati. Mana odatda yillar oxirida inson bunday orqaga qaraydi. Hozir mana dekabr oylarida turibmiz, masalan, o'sha degani 25-yil tugayapti degani. O'zingizda yil boshidagi maqsadlaringiz yozilganmi? Yozilgan. Bizning My Life Planner kitobida yil boshida bu maqsad har bitta odam albatta haligi ko'rpaga qarab oyoq uzatib maqsad yozadi-yu, lekin hatto shu maqsadlarga ham erishmagan insonlar ko'p bo'ladi-da. Kim qo'rqadi inson maqsad yozishga? Chunki yozsam o'xshamasa, o'zimga bo'lgan ishonch pasayadi deydi. Buning ham aslida o'zini ilmi, o'zini ketma-ketligi, o'zini tartibi, o'zini qoidasi bor. Lekin shu bilan birgalikda mana 26-yilga kirib kelyapmiz. Sizda 26-yilga nima orzu maqsadlaringiz borligi aniqmi? Endi tuzaman. Miyada hozircha. Hozircha miyada. Ko'pchiliknikini eng asosiy masala miyada. Endi tuzaman deydi-da. Va shu bilan yanvarni bo'ylaydi. Yanvarda yana u bu chalg'itadi, ketaveradi. Aslida korxonalar bilsangiz 26-yil strategiyasini noyabr dekabrda tasdiqlab oladi. Keyingi yil strategiyasini noyabr dekabrda ishlab tasdiqlab oladi. Qani bu yilgi planimiz qancha, nimamiz qancha va bu yilning natijasini sarf hisobini yilni boshida qiladi. Ya'ni 25 sarf hisobini yanvarda boshida g'alaba ko'taradi. Lekin 26-yil yoki bir xillar 5 yillik strategiyani ham qiladi-da, 5 yil, 3 yil masalan strategiya qiladi, noyabr dekabrda qiladi. Demak, agar bu videomiz noyabr dekabrlarda tasvirga olinyapti, chiqsa inson hozirdan boshlab o'ylash kerak, men 26-yilda nimani xohlayapman. 25-yilda ham hozirdan sarf hisob qilish kerak. Ulgurmagan narsalar bo'lsa, dekabrda bosib xuddi planni bajarishimiz kerak deydi-yu. O'ziga ishlanadi, keyin uni yanvarda itogo deydi-ku, itogosini chiqaradi. O'shaning uchun biz hozir shu mavsumda o'tiribmiz. Xuddi mayda gilos pishadi, qaysidir oyda qovun pishadi, qaysidir oyda ya'ni har bitta narsani o'zini mavsumi bo'ladi, pishadigan. Vaqtni, orzulari, maqsadlari yozadigan mavzuni, sezoni dekabr, yanvar bo'ladi. Shuning uchun bu videomiz ko'rganlarga maksimal darajada manfaatli bo'lishi kerak. Men bir nechta xatolar, nimaga o'zbeklar ko'pi maqsadiga erisha olmaydi degan ma'noda shuni hozir ChatGPTga savol berib, juda ko'p nimalar qildim. Meni miyamdagi narsalarni yozgan ekan. Odamlar agar nega ko'p o'zbeklar orzulariga yeta olmayapti? Buni qanday tahlil qilish mumkin desa, o'sha tochka A, tochka B ni odamlar o'ylamas ekanda. Biz bu darsimizni ko'p o'tamiz My Life. Ya'ni seni hozirgi nuqtang nima? A nuqtang. Yoshing nechida? Oyiga necha pul topyapsan? $100 mi, $500 mi, $1000 mi, $2000? Ya'ni tochka A. Rovna 1 yil, keyingi yil 25 emas, 26 ni oxirida o'tirsang, men alhamdulillah Xudoga shukr tochka B 2x qilaman degan narsa tochka B. Ya'ni bugun faraz qiling, o'rtacha bitta oilaga $1000 ham yetmaydigan paytda turibmiz. Men $1000 topyapman. Mana siz o'ylandingiz, farzandli bo'lasiz. Bilasizki, ertaga $1000 sizga oyiga yetmaydi. Siz yiliga 2026 aytaylik 1000 topib yurgan bo'lsangiz, hozir kamida 2x maqsad qo'yish kerak-da har qanday odam. Eng osoni. O'zi zo'rg'a $500, $1000 topayotgandan men bu yil $1 million topaman desa o'xshamaydi-da. O'sha ko'rpaga qarab oyoq uzat deydi yoki inglizda smart maqsad qo'yish qoidalari bor. Eng osoni 2x qilishni o'ylash kerak. 2x fantastika emas. Ya'ni $500 topayotgandan men 1000 topishim kerak. Nimaga? Chunki o'ylandim. Men ertaga farzandli bo'laman. Men 1,5 ming topishim kerak. Chunki rasvod oshadi. To'g'ri. Men kvartira qilishim kerak. Men viloyatdan kelgansiz kvartira qilgansiz. 500 yetadimi sizga? Kvartirani o'ziga ham yetmaydi. Bolalar bilan turgansiz $100 ham yetganda, lekin ayolingiz bilan, farzandlaringiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, kvartirani o'ziga buncha ko'tarasiz. Ya'ni
man topmasam bo'lmaydi deydigan holat bo'lishi juda muhim. Azizlar, do'stlar, sizlarga bir yaxshi xabarim bor. Xudo xolasa tez kunlarda mani o'zimni 20-25 yillik hayotiy tajribada yig'ilgan vaqtni, pulni, korxonani boshqarishga oid 1 oy, 1,5 oylik darslarimiz boshlanadi. Ommaga shaxsiy vaqt va shaxsiy pulini boshqarish bo'yicha onlayn darslarimiz bo'ladi. Tadbirkorlarga esa vaqti, mablag'i, korxonasini boshqaruvga oid offlayn darslarimiz bo'ladi. Sonraki bizga qiziqarli desanglar, mana shu video tagida link qo'yamiz. Link orqali kirib, ro'yxatdan o'tsanglar, jamoamiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Alloh nasiba qo'shilgan bo'lsa, Xudo xolasa darslarda ko'rishamiz. Hayotiylarda ko'p bo'ladigan yaxshi ilmlar bilan do'stlashamiz. Demak, video tagidagi linkni bosinglar, harakatda boshlaymiz. Insonni o'sha bomdoddan ko'p uxlatmaydigan, yugurtiradigan, o'ylantiradigan narsa shu. O'shaning uchun yana qaytamiz mavzuga. A nuqtam nima, B nuqtam nima? $1000 topganman, nima qilsam 2000 topaman. Tamom. 2000 bu fantastika emas, orzu havas emas, $1 million emas. Men 2000 topmasam bo'lmaydi. Shu mavzu nimaga muhimligini bilgan odam nimaga topishingiz kerak? Nimaga 2000 topishingiz kerak? Yaxshi yashash uchun. Chunki xarajat katta. 2000 ga ham zo'r yashab bo'lmaydi o'zi aslida. Aynan. Yashash uchun. Insonning orzu havasini cheki yo'q. Men kvartirada emas, o'zimni uyim bo'lishni xohlayman. To'g'ri. Men o'zimni mashinam bo'lishini xohlayman. Men bolam tug'ilsa yaxshi kiyintirishni xohlayman. Pampersi bor, kashasi bor. 3 ga kirsa yoki 2 ga kirsa bog'chaga qo'yishni xohlayman. Xarajat oshadi. Ya'ni bu o'sha rus tilida bit deydi, ya'ni kundalik ehtiyojlar oshib boradi. Hayot qimmatlashyapti, svet qimmatlashadi, gaz qimmatlashadi. Ya'ni men 2x qilmasam bo'lmaydi deydigan narsa insonni aniq B nuqtasini aniqlaydi. Ya'ni hozir Yandexda turgan bo'lsangiz A nuqtam qayerda va qayerga bormoqchimanni belgilaymiz. Hozir masalan Toshkentning markazida Shevchenko ko'chasida o'tiribmiz. Mana Boboy degan yaxshi restorandan bilaziga keldik, baraka topsin. Shu yerdan Sergeliga bormoqchimanmi? Yunusoboddagami, Uchtepagami? B nuqtani aniqlaysiz. Yandexga o'tirdingiz. Faraz qiling, Yunusoboddan dedingiz, Uchtepaga qarab ketyapti. Ey, qayerga ketyapmiz deymiz-ku. Ya'ni inson ham o'zi belgilaydi-da B nuqtasini. Men bilmayman sizni mana holingiz. Siz bilmaysiz mana mani o'zimning B nuqtam bor, siz o'zingiz B nuqtangiz bor. Hamma taksini to'xtatib, hamma Yunusobodda yuramiz demaydi-ku. Ya'ni inson mana A nuqtam qayerda, B nuqtam qayerda. Men hozir necha yoshdaman? 1 yildan keyin necha kiraman? Men hozir necha pul topyapman? 1 yildan keyin necha pul topmasam bo'lmaydi. O'sha topmasam bo'lmaydi deydigan narsa insonni davay qiladi, yeri tagidan bo'lsa ham topishim kerak degan holatga olib keladi. Va bu yaxshi. Chunki 20 yoshingizda boshqacha xarajat edi, hozir boshqa xarajat. 30 yoshingizda boshqacha xarajat. 30 yoshda 2000 ham yetmaydi, 3000 ham yetmaydi menga deydigan bo'lasiz. Chunki sizni keyingi orzu maqsadlaringiz to'xtamaydi. Insonni o'lgunicha orzu maqsadi bor. Yaxshi niyati bor. Uy-joy qilsam, mashina qilsam, bolalarimga yaxshi joy qilsam, yaxshi maktablarda o'qisam, yaxshi xususiy bog'chaga bersam, katta bo'lsa yaxshi universitetda o'qisam, yaxshi to'y qilsam, ota-onamni hajga, umraga jo'natsam, o'zim ayolim bilan turmush o'rtog'im bilan safar qilsam, bu hammasi bor moddiy masalaga, mablag'ga taqaladi. Nima uchun yonimizda 100 xil odam bo'lsa, 100 xil daromadi bor. Hammasida ikkita ko'zi bor, ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. Eng asosiy narsa tagidagi omil mana shu. Birinchi ChatGPT ham bizni gapni qo'llayapti-da, A nuqta B nuqtani haqida o'ylamaydi bizani o'z beladyapti. Shamol qattiq uchsa o'sha yerga ketaveradi. Ketaveraman. Alloh berganida endi rizqim nasibam deb bahorani bu yoqqa tashlab qo'yaveradi-da. Sabab sendan deydi. Sendan harakat, mendan harakat. Demak, tochka A deganda nima o'zi desa, hozirgi real holatni bilish kerak. Har bitta odam o'zining tochkasini bilish kerak. Ya'ni jamiyatimizda ko'p inson bir nechta aniq muammosi bor. Birinchisi maqsadsizlik. Maqsad yo'q. Orzu bor, lekin aniq maqsad shaklida yozilmagan. Natija nima bo'ladi? Orzu bor, maqsad shaklida yozilmagan bo'lsa, natija harakat yo'q, vaqt yo'qotiladi. Behuda narsalarga TikTokga, Instagram, Telegram har kun uxlayveradi. Kun ketdi, hafta ketdi, oy ketdi. Shunaqa qarasa 25-yil tugab qolyapti. Miyani aldaveradi-da inson, ya'ni bahona qilish uchun. Ikkinchi blok bor, bloklar. Rejalashtirib plankasi pastligi. Odam katta orzu qo'yishdan qo'rqadi. Yoki umuman uzoq bilan bir haftalik yo'g'ri ko'rmaydi. Hatto bir kunlik rejasi yo'q odamlar bor. Bir kunlik rejasi yo'q odamning hayotida mazmun yo'q. 1 oylik, 1 yillik, 5 yillik, 10 yillikni gapirmasak ham bo'ladi. Menda bilasizki 10-15 yillik rejalarim bor. Azizlar, do'stlar, sizlarga bir yaxshi xabarim bor. Xudo xolasa tez kunlarda meni o'zimni 20-25 yillik hayotiy tajribada yig'ilgan vaqtni, pulni, korxonani
boshqarishga oid 1 oy, 1,5 oylik darslarimiz boshlanadi. Ommaga shaxsiy vaqt va shaxsiy pulini boshqarish bo'yicha onlayn darslarimiz bo'ladi. Tadbirkorlarga esa vaqti, mablag'i, korxonasini boshqaruvga oid offlayn darslarimiz bo'ladi. Shunga bizga qiziqarli desanglar, mana shu video tagida link qo'yamiz. Link orqali kirib, ro'yxatdan o'tsanglar, jamoamiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Alloh nasiba qo'shilgan bo'lsa, Xudo xolisa darslarda ko'rishamiz. Hayotingizda ko'p bo'ladigan yaxshi ilmlar bilan do'stlashamiz. Demak, video tagidagi linkni bosinglar, harakatda boshlaymiz. Tamam. Kelasi 5 yillik rejalarim, niyatlarim bor. Hozir mana videoni yozayotgan paytimda уже 26-30 yil hayotimdagi keyingi etap men uchun. 21-25 yil, 5 yillik o'tdi. Infaktor buni oldidagi ko'p loyihalar qilgansa, 26-30-yildagi keyingi 5 yillik уже rejalarim, keyingi hayotimda bir yangi mazmunli davrlarga kiryapman. Shuning uchun odamlar hatto 5 yil, 1 yilligini ham o'ylamaydi. Ha, to'g'ri. Haftalik, oylik, kunlik rejasi ham, kunlik vazifa tizimi yo'q. Ya'ni oldin xatga borishni bilsa, keyin shunga qarab har qadam o'sha maqsadga olib borish kerak-da. Begin with the end in mind degan ibora bor. Oldin B nuqtani aniqla, keyin har bitta qiladigan kuning, ishing, vaqting, harakating o'sha manzilga qarab olib borish kerak. Bugun maqsad qo'yib, buni qo'yib erishmadim deyish, albatta erisha olmaysan. Harakatni qildingmi? Bir kunda ko'p narsaga erishib bo'lmaydi, lekin 1 yilda qadam o'sha tomonga qarab yursa, 1 yilda emas, yarim yilda yetib boradi katta bo'lgan narsani, o'ylagan narsani. Hali rus tilida ibora bor, как съеслана desa, pak kусочкам deydi. Katta filni qanaqa yesa bo'ladi desa, bo'lib yesa, filni ham tugatadi. Yeb, hali yotib yesa, tog' ham tugaydi deydi-ku o'zbeklar. Ana shunga o'xshagan narsa bor. Demak, keyingisi, ya'ni kunlik vazifa yo'q. Odatda nima qilinadi? Katta zadachani kvartallarga, kvartalni oilaga, oilani haftaliga, haftani kunlarga, kunlarni 3-4 ta masala bilan yozib borsa ham katta masala bitadi. O'shaning uchun shunaqa qilish kerak. 3-nimamiz, blokimiz, muammolarimiz, bizdagi yurtdoshlarimizni moliyaviy ongimiz pastligida, ya'ni moliyaviy savod yo'q, bilim yo'q. Pulni boshqarishi qoidalarini bilmaymiz, bilimini bilmaymiz. Hali zaxira fond, avariyni fond, investitsiya madaniyati vaqti yo'q. 100 so'm topsam 100 so'm ishlataman, 1000 so'm topsam 1000 so'm ishlataman. Kelmagan pulni ham ishlatadiganlar bor-da. Hali 20-yilda oyligim keladi, shuni qilib oylikka beraman deydi. Oylikka keladi, o'zi shundaqa ro'zg'or masalasi ko'p. Yoki undan battar kreditga qilib tashlaydi. Hoy-havaslarni, iste'mollarni kreditga qiladi, keyin o'zini qarz botqog'iga botirib qo'yganlar million hozir atrofimizda. Bu bilim yetmasligidan. 4-blok qat'iyat yetishmaydi. Ya'ni tartib, intizom yo'qda. 1 marta, 2 marta urinib ko'radi, o'xshamasa, menga emas ekan deb taslim bo'lamiz. Bu ham yaxshi emas. Uzoq muddatli hali aytgandek fikrlash yo'q. Kun, hafta, oydan u yog'ini ko'rmaydi. Bir gap bo'lar deydi. Taqdirimga yozgani bo'lar deydi. Sen harakat qilmasang, faraz qiling, okeanga chiqyapsiz-da, bilgan katamarandanmi, kichkina o'tida. Qatga borsan, shamol qatga uchsa, o'sha yerga boraman deganda. Yana bitta rus tilida ibora bor. Плыву никуда, ветер дует, а куда парус поставлю. Qatga bormoqsan? Bo'ldi, o'tganmi? Mana shu yerdan o'tganmi? Bo'ldi, parusingni o'shanga qarab, shamolni o'zingni nimanga moslab borishing kerak narsa bor. Buni ham o'ylamaymiz-da. Buni endi maktab o'rgatmagan, ota-onalarimiz o'rgatmagan, institutlarimiz ham o'rgatmaydi aslida. Oddiy mavzu. Hammamiz bilishimiz kerak bo'lgan mavzu. Vaqtni, pulni boshqarish ilmi. Keyingisi atrof muhitimiz ta'siri bor. O'zi bir narsaga erishmaydigan odamlar, siz bir narsaga harakat qilsangiz, oyog'ingizdan yerga tortadi. Qaysangchi, ota-bobong qilgan ish qilsangchi, qo'y deydi, demotivatsiya qiluvchi odamlar bor. Ayniqsa oilada yoki ijtimoiy bosim bor. Odamlar nima deydi, odamlar nima deydi. Odamlar to'g'ri, u qilsangiz ham buni deydi, bu qilsangiz ham. Yo'q, sizni maqsadingiz aniq bo'lsa, maqsad qarab yurish kerak. Anaqa juda yaqin oila a'zolari bo'lsa, ko'ngliga tegmasdan ha deyish kerak, lekin qolgan virus negativ odamlardan uzoqroq yurish kerak. Uydagilaringizdan, ota-onangizmi, bilmem, turmush o'rtog'ingiz yaqinlasa, xo'p desa, lekin natijangiz gapirsa, keyin sizning gapingizni kuchi baland bo'laveradi. Yoki sendan chiqmaydi, qo'ysangchi, bizning oiladan tadbirkor chiqmagan, qo'ysangchi, bizning oiladan bunaqa bo'lgan, qo'y deydi. Ya'ni o'zida sutda til qo'ygan, qatini ham pulib ichadigan bo'lib qolgan. Ota-ona ayniqsa farzandi qiynalmasin, xato qilmasin, bilib bilmasin, kreditga kirmasin deydi. Yaxshi ma'noda parvo qilma, beparvo bo'lma. Ha deyishgan, lekin shoshma, balki qaysi gaplarda javob bor deb balansni ham tushunib bilish kerak. Yana bitta muammo, ko'nikma yetmaydi. Bir narsani qilish uchun
A nuqtadan B nuqtaga borish uchun xohish o'zi yetarli emasda. Ozgina bilim kerak, tajriba kerak, ko'nikma kerak. Azizlar do'stlar, sizlarga bir yaxshi xabarim bor. Xudo xolasa tez kunlarda men o'zimning 20-25 yillik hayotiy tajribada yig'ilgan vaqtni, pulni, korxonani boshqarishga oid 1 oy, 1,5 oylik darslarimiz boshlanadi. Ommaga shaxsiy vaqt va shaxsiy pulini boshqarish bo'yicha onlayn darslarimiz bo'ladi. Tadbirkorlarga esa vaqti, mablag'i, korxonasini boshqaruvga oid offlayn darslarimiz bo'ladi. Shuningdek bizga qiziqarli desanglar, mana shu video tagida link qo'yamiz. Link orqali kirib, ro'yxatdan o'tsanglar, jamoamiz sizlarga batafsil ma'lumot berishadi. Alloh nasiba qo'shilgan bo'lsa, Xudo xolasa darslarda ko'rishamiz. Hayotiylarda ko'p bo'ladigan yaxshi ilmlar bilan do'stlashamiz. Demak, video tagidagi linkni bosinglar, harakatda boshlaymiz. Ko'nikma nima deganini sen oshqo qilishni bilasizmi? Yo'q, işte o'ylayman. Men ham bilmayman. Guruch, sabzi, piyoz, yog', yana bir narsalar, chisnok, bu narsa solib osh qilsa bo'ladi. Retseptni bilgan bilan men bilmayman-da, ko'nikma kerak. Menga kimdir o'rgatib berdi. Oldin buni qilasan, keyin buni qilasan, zirvagini qilasan, olovini, suvini, boshqasini ketma-ket. Ya'ni istalgan maqsadga erishish uchun faqat kredit bo'lsa bo'ldi emas. Yo'q, tijorat qilish uchun ham ko'nikma kerak, bilim kerak, tajriba kerak, shunaqa. Endi bu tochka A dagi holatda diagnoz edi. Tochka B nima desa, ya'ni manzil nima, maqsad nima, erishishim kerak bo'lgan ideal holat nima degan savolni o'ylashimiz kerak bo'lsa. Birinchisi o'sha aniq maqsadga ega bo'lish kerak. Men qayerga bormoqchiman? Hali aytdik-ku. Men Yunusobod bormoqchiman, Sergelimi, Shtepami? Aniq bo'lish kerak. Smart qoidasi degan darslarimizni o'tganmiz. Buni YouTube'da qarasa, o'zimiz ham menimcha o'tgan edik. Ya'ni qoidaga asosan nimaga, qachon, ya'ni nima olaman degan tartibda yozilgan 1 yillik maqsad bo'lsa, men 1 yilda masalan ko'p pul topish xohlayman emas. Men 1 yilda oyga 1000 emas, 2000 dollardan topishim kerak. 24,000 dollar topishim kerak. Men 1 yilda shu yil BYD olmoqchiman. BYDni qanaqasi? So'ngimi, boshqasinimi, unisimi, har xili bor. Yangisimi, bo'zimi, boshqasimi degandek. Qanchada olaman, qachon olaman, sroklari, nimaga menga kerak degan savollar bor-da, buni smartda o'ziga yarasha nimalar bor. Keyingi ikkinchi qismi bu tizimli rejalashtirish. A nuqtani belgiladingiz, B nuqtani endi tizimli rejalashtirish. Hop, reja bilan boriladi, qadam-baqadam. Qo'limizda resursimiz bor. Hammamiz cheklangan 24 soat vaqtimiz bor. 8 soatini uxlaymiz, 8 soatini ishlaymiz, qolgan 8 soat hayotimizni boshqa jabhalari bor. Oila bor, yaqinlar bor, boshqa bor, siylar, rahim, mingta masala bor. Shuning uchun tizim bilan rejalashtirib, yillik, kvartallik, oylik, haftalik va kunlik rejalar maydalashib ketib osonroq bo'ladi. Birdaniga katta 80 kilolik, 100 kilolik tosh ko'tarsa, men ham ko'tara olmayman. Lekin sekin-sekin hozir men aniqdan ko'tartirib ko'radi-da, masalan, 30 kilo ko'tarar ekansiz, 20 ko'tarar ekansiz, necha xohlaysiz? 100, yo'q, 100 bu yil qila olmaysan, lekin 30 dan 50 ga, 60 ga chiqishi 30, 35, 45, sekin-sekin olib boramiz. Senga balki 2 oy kerak, balki 3 oy kerak degan o'ziga yarasha ustoz bo'ladi. Uchinchisi, moliyaviy erkinlikka olib boradigan odatlar kerak. Ya'ni pulimizni taqsimlash. 500 so'm topyapmizmi, 1000 so'm topyapmizmi, 2000 dollar topyapmizmi, ko'proqmi? Ya'ni qanchasi oilaga zarurat ishga, qanchasi meni rivojlanishimga, qanchasi investitsiyamga, zaxiramga degan ma'noda 50, 30, 20 har xil modellar bor. Shuning uchun investitsiya qilish kerak, orttirishni o'rganish kerak. Yig'ishni 1000 topsak, 1000 ishlatib, 2000 topsak, 2000 rasxod qilsak, bu odam boy bo'lmaydi. Insonda kutilmagan xarajatlar, kutilmagan holatlar ko'p bo'ladi-da. Kutilmaganda kasal bo'lib qolish, kutilmaganda bir avariya holat bo'lishi mumkin. Ya'ni shu narsalarning ilmi bor. Endi 1 oy, 1,5 oylik darsda qilgan-ku biza. Yoki qiziq bo'lsa, shu yerda bir e'lonni qo'yinglar. Yanvarda bu dars kimga qiziqarli bo'lsa, qatnashsa, batafsil o'tamiz. Demak, keyingi bloki nima desa, qat'iyat va doimiylik madaniyati. Intizom, disiplina muhimda. Birdaniga 100% o'sishimiz kerak emas. Har kun 1% o'ssak bo'ldi. Bir qadam. Bugun 30 kilo ko'targandan birdaniga 100 ko'taraman desa bo'lmaydi. 30 bo'lsa, ertaga 31 qo'yiladi. Keyin 32 kiloni ko'taring. 1% bo'lsa ham har kuni progress yaxshi qilsa bo'ladi. Muhit muhimda. Siz nimani o'rganasiz? Powerlikni o'rganmoqchimisiz? Powerlarning ichida yurishingiz kerak. Tosh ko'tarishni o'rganmoqchimisiz? Trenajyorni zalga borishingiz kerak. Tadbirkor bo'lmoqchimisiz? Tadbirkorlarni muhitda. San'atkor bo'lmoqchimisiz? San'atkorlarni. Vrach bo'lsangiz, vrachlarni. O'qituvchi bo'lmasangiz, o'qituvchi. Ya'ni o'sha yerda motivatsiya olasiz-da. Qovun-qovundan rang oladi deydi-ku aholi xalqimiz. O'sha maqsadi bir bo'lgan do'stlar, hamfikrlar,
mentorlar, bir YouTube'da siz bosing do'stim, malades, xudo xolasa men ham edim seningdek, sen ham bo'lasan meningdek deydigan muhitga borish kerak. 6-chi qismi zamonaviy ko'nikmalarga ega bo'lish. Bugun istalgan maqsadga erishish uchun shu ko'nikma kerak. Hozir hatto mana shu narsani ham ChatGPTga yozib bersam, menga tayyor mana referat ham qo'yadi. Oddiy ChatGPTni ishlatish ham borgan sari oson bo'lyapti. Lekin masalan siz boshlamoqchi bo'lgan ishga balki ingliz tili kerakdir. Balkim IT kerakdir. Balkim sotuv ilmi, marketing ilmi, moliya ilmi, qaror qabul qilish ilmi, bilmayman qanaqadir haligi tizimni boshqaradigan mingta haligi приложениялар bor. O'zimiz yoki masalan video bloger bo'lmoqchi bo'lsangiz, ovoz qo'yish ilmi, boshqa ya'ni ko'nikmalar, montaj qilish ilmi, YouTube qo'yish ilmi, Instagram qo'yish ilmi, Telegram qilish ilmi, dizayn ilmi, yoki hozir artificial intelligence deydi, искусственный intellektlar shu narsalarni hech kim birdaniga zo'r o'rganmaydi. O'shaning uchun hayotda bo'lar bo'lmasga ketkizish kerak emas. Shu B nuqtangizga borish uchun nima ilm kerak, nima ko'nikma kerak, uni spiskingizda bo'lish kerak. Har kun 1 soat o'rgansangiz ham siz yaqinlashaverasiz maqsadingizga qarab. Maqsad aniq bo'lmasa, mazmun bo'lmaydi-da. Keyin inson yalqov bo'ladi, keyin inson dangasa bo'ladi, keyin inson nima qilishini bilmaydi. Bo'lar bo'lmas televizorga, hozir televizordan ko'ra mana bu ko'p vaqtimizni o'g'irlaydi. Vayner, bloger, qayerdagi bo'lgan narsalar sizni vaqtingizni o'g'irlaydi. 1 yil o'tadi, yana teshik tog'orani yonida o'tirgan bo'lasiz. To'g'ri. Yo'q, meni maqsadim aniq desangiz, kerak emas Vaynerni chopasiz, kerak emas blogerni chopasiz, faqat maqsadingizga boradigan ish qilasiz. Xo'p, keyingisi nima desa, demak 12 bloklik My Life Planner strategiyasi. Ya'ni har bittamizda strategiyamiz bo'lishi kerak. Ya'ni iloji bo'lsa bir 5 yillik strategiya qo'yish. Faraz qiling, hozir 25 yil oxirida o'tiramiz. 30-yilda o'tiramiz. Orqaga qarasangiz, mana shu 5 yilda nimalarga erishdim desangiz xursand bo'lasiz. Nimangiz bo'ldi? Mana 30-yilda o'tirib, xushsos, alhamdulillah, xudoga shukr. Esdami o'tirganimizda o'zimni uyim ham yo'q edi. Yaxshi, undan oldin 2 yilda, 1 yilda, 2 yilda yoningizda yurib, bitta mashina oldim. Boshqa oldim, lekin 30-yilda nimalaringiz bo'lsa, xudoga shukr 5 yildan bir ko'nglimdagidek o'tdi deysiz. Hozir bitta orzu qilib ko'ring. Endi moddiy jihatdan-da, to'g'ri. Har hammasi moddiyatga taqaladi, boshqa iloji yo'q. Hamma narsa xarajatsiz harakat nolga teng. Bo'ldi, tushunarli. Shu ustoz o'zingiz aytgandek, yaxshi bir o'zi hammani orzu qilgan uylari bo'ladi. Shunaqa uy. Golden Lake'dan. Golden Lake'dan. O'sha mashinani yaxshiroq bo'laylik deyapman. Qo'shni bo'ladi. Mashinani yaxshisi bu общий gap. Yaxshi bitta Matiz bor bo'ladimi? Yo'q. Yaxshiroq bo'lmaydi. Nima mashina? Mana shuni bo'lsa xursand bo'laman. Galim vaginmi, limi, bilmayman. Nima mashina? Kimgadir Spark ham zo'r mashinada. O'zi yaxshisi hozir ham bor. O'sha aytganingizdek. Mana shu bo'lsa gap yo'q. 30-yil o'tiribman. Qo'rquvdim o'shani aytishga. Qo'rqish kerak emas-da. Nima? Shu gelik bo'lsa. Bitta galim vagim bor 30-yilda. O'shani ikkita oldim. Bittasizga, bittasi menga deyishingiz kerak. Ikkita niyat qiling-da. Ikkita niyat qiling. Tushundingizmi? Ya'ni ikkita bo'lsa fantastikami? Hozir fantastikadek tuyuladi, lekin nima kerak sizga gelik? Gelik bo'lmasa nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi, endi orzu hammani maqsadi bo'ladi. Masalada yoshingiz nechaga kirdingiz? 22 da. 27 gacha. Yo gelik bo'ladi, yo velik bo'ladi. O'shaning uchun gelik bo'lishi kerak. Nimaga gelik bo'lmasa velik bo'ladi-da. Shuning uchun nimaga gelik kerak? Smart qoidasi bor. Bo'lmasa nima bo'ladi desa, hech narsa bo'lmaydi, skoriy bo'lmaydi. Bo'lish kerak. Men qilishim kerak. Siz shu sizni intiltiradi. Sizni istalgan masala mayda chuydaga o'sha chalg'ingiz. Shu qilishim kerak degan logika bo'ladi-da. Keyin mana yaxshi uy necha xonali uy? Katta biz hovlida uyg'onganmiz, endi 4-5 xona kamida. 4-5 xona. Necha pul turadi mana bugungi marka bo'yicha? Golden Lake markasida. Mayli Golden Lake nima? Hozir 100% $1000 dan. Bo'lib tursa $1,500. Necha xonali? To'rtmi? Kamida 200-300 ming. $200,000. Gelik pul eganda. Kamida. Tushundingizmi? $200-300 ming gelikka, $200-300 ming uyga ekan. Bu degani $500,000 ishlagan bo'lishingiz kerak. $500,000 nima? $100,000 5 yilga ko'z yetadimi ishlashingiz? Ha, yetadi. Qiyin emas-da. Yo'q. Ko'pchilik uchun bu fantastika pul-da. Lekin undan tashqari boshqa ro'zg'or bor. Farzandli bo'lasiz. Bu degani yana bir $100,000-$200,000 topishingiz kerak. Demak, uni 500 mingni yoniga yana bilmayman 50 mingdan qo'shsangiz $750,000. 750 mingni 5 yilga bo'lsangiz, yiliga $150,000 topishingiz kerak. Balkim birdaniga bu yil 150 topmassiz, bu yil 50, keyingi yil 100, 150, 200, 250 qilsangiz jami
shunaqa bo'lishi mumkin. Logikasini tushundingizmi? Hmm. Ya'ni bu muhimda. Nimaga To'g'ri. degan savol bor. Orzuni yozasiz. Xom fikr real maqsadga aylantirishimiz kerak. Ya'ni oddiy orzuni maqsadga aylantirish. Rahmat mana. Haligi ishga Ko'rdinglarmi? Shikolat keldi. Mana Boboy restoranda o'zbegim uylaridan Hunt degan shikolat keldi. My Life Planner dasturi uchun. Golden Lake'da o'tirishimiz uchun. Xudo xohlasa. Demak, orzuni yozamiz, ya'ni oddiy xom fikrni real maqsadga aylantirdik hozir. Yaxshi mashina emas, yelik. Yaxshi Aniqroq. uy emas, Golden Lake'dan uy. Aniqroq. Yaxshi. Endi o'ylangansiz. Farzandlaringiz bo'ladi, xudo xohlasa. Ha. Nechta farzandlaringiz bo'ladi? 30-yilgacha. Uni ham plani kerak. Mana tasavvur qilasiz-ku. Xudo Ha. bersa, bittami, ikkitami, uchtami, nechta reja bo'ladi farzandlarni ham. Xudo xohlasa inson ya bir ikkitasini katta qilib olaman, keyin orada nima qilaman? 5 yilda bir ikkita farzand bo'lmaganda bo'ladi, to'g'rimi? Va Xudo bersa ko'proq bo'ladi, lekin taxminan sizlarni yoshda ikkita nima qilib, keyin yana xudo xohlasa orasida sal oyoq katta bo'lib undan qiladi. Yana ikkita farzandingiz bog'chaga chiqadi, ularning xarajati bor. eng yaxshi bog'chalarda o'qitish u ham orzulardan, endi maqsadlardan biri masalan. Farzandlarni ham shu yuzdan Xususiy bog'chada o'qitasiz, xususiy bog'chalar. xususiy maktablarga qo'yasiz. Demak, keyin maqsadlarni toifalarga ajratiladi inson. Toifa nima deganisi, maqsadlaringiz ko'pda, kategoriyalarga. Sog'liq bo'yicha maqsad, oila bo'yicha maqsad, farzandlar bo'yicha maqsad dedik, rivojlanish bo'yicha maqsad, biznes bo'yicha, pul bo'yicha, ijtimoiy hayot balansi, ya'ni borda. Faqat pul emas-ku, uy ish emas-ku. Oilani ham gapirdik. Mashinani ham, uyni ham, joyi ham, safar bo'ladi, hobbilaringiz bo'ladi. Ish bo'yicha rivojlanish kerak. Bugungi Hoji Akbar bilan 5 yildan keyingi Hoji Akbarni kalibri boshqa bo'lishi kerak-da, tushundingizmi? O'sha aytdik, hammasini smartga bo'linadi. Smart qoidasini YouTube'da qidirsanglar nima degani, har bittasi sanasi bo'ladi, o'lchanadigan natijasi bo'ladi. Hozir aytdik, yaxshi mashina emas, mashina deylik. Puli qancha, narxi qancha, yangisimi, buvisimi har xil. 10-blok yillik rejani 12 ga bo'linadi. Siz masalan bundoq qaradingiz, bu yil 26-yil nechta pul topishingiz kerak mana hozir o'zingiz. Kamida men shunchadan kam topa olmayman degan maqsadlaringiz bahosi bor-ku. Bilaman 5 yildan keyin u deyapsiz, 5 yil ko'pda barbodimligi. Endi yilga bo'lib chiqish kerak. 26-yilda real qanchadan kam topsangiz siz uchun yetmaydi. Shu maqsad bo'yicha ketsa kamida endi 250 ming dan boshlash kerak. 26-yil 150 ming dollar topishingiz kerak. Endi 150 ni 12 ga bo'lasiz. Oyga 12 ming, 13 ming shunaqa. 22 yosh bolani gapini eshityapsizlar. O'ylanganda xarajat ko'paydi. Sizlarni qatiyla kam, nimaga 10 ming topishim kerak emas degan. Ishonasizmi 10 ming topishingizga oyiga? Qat'iy ishonamiz, bemalol. Nimaga ishonyapsiz? Dadingiz beradilarmi? Kim beradi? Sizlarni holinglarni ko'rdik, uyingni topsa bo'ladi. Men beramanmi, mehnat topasiz? Yo'q, o'sha bilimga tikilgan investitsiya o'zini oqlaydi. Biz endi doimiy bilimga tikib kelyapmiz. O'zimizga Xudo xohlasa oqlashga ishonamiz. Demak, o'sha 150 ming topmoqchi bo'lsangiz, 12 bo'lsangiz, 12,5 ming dollardanmi qanchadan taxminan hozir? Bo'laylik mana. 12,5 ming. Adashvormaylik, 150 12, 12,5 ming dollardan ekan. 12,5 ming, mayli, qaysidir oy 10 ming, qaysidir oy sizlarda endi nimalar bo'lgancha 20-30 ming ham chiqdi, masalan, nimalardan topsa bo'ladi. Lekin keyingi yil bo'lib topdim, zo'r ekan demaysiz-ku. Yana oshirishga harakat qilamiz. Nafs quli ekansizda, Yo'q, chunki hozir mana 5 yillik maqsad qo'yib berdingiz, to'g'rimi? Endi 5 yillikda bilamizki, u bittada osmondan tushib qolmaydi. Dekompozitsiya deydi. Dekompozitsiya sekin-sekin 750 ming rivojlanadi. dollarni 5 yilga bo'lsangiz 150 ming. Balkim birinchi yil 150 ming chiqmay qolar. Balkim 120 ming. Keyingi yil ko'paytirishga harakat qilinadi. 120 ming, 150 ming, 180 ming, 200 ming, shunaqa qilsa 750 ming chiqadi. Lekin yaxlit bo'lmaydi-da, o'sha patkatlaman kirib qo'ysangiz, men 10 ming, 12 mingdan topsam, birdaniga 30-yilga borib do'mol olmaysiz-da. Bu 1,5 ming, 2 ming dollarga oladigan uy hozir patkatlaman. Masalan, kecha ko'rdingiz, Gollandda ming yoki bo'lib to'lasangiz ham, zato bo'lib to'laman 1,5 ming kursga chiqsa ham, bugungi 12 ming so'mda yaxshi, chunki 30-yilda eslab ko'ramiz, hali balkim kurs 15 ming bo'ladi, 18 ming bo'ladi, bilmayman masalan. U yerda ko'proq ishlash kerak, chunki so'mda ko'p iqtisodimiz. Uylar qanaqa bo'ladi, qimmatroq bo'ladimi? Demak, keyingisi 12 oyiga bo'lib olamiz. 12 oyi oilaga. O'rtacha qancha topishim kerak? Qanday topishim kerak degan narsa kerak-da. Xohishi o'zi yetarlimi? 10 ming topishim kerak ekan.
hozir o'zi 1000 topib yurgan bo'lsangiz 10 000 topish fantastika bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin o'tgan yil hozirgi summani hech bo'lmasa yarmini topdingizmi? 150 mingni yarmini ishladingizmi? Bu yil shunga yaqinlashdi mana. 25-yil bir o'ylayotgan o'sha 150 ming dollar yarmini topdingizmi? Bo'ldi. Yarmini topib olgan bo'lsangiz, mana yil bo'yi 60 ming dollar bo'lsa ham 5 ming qo'l quruq oyga topib olgan bo'lsangiz, qaysi oy 10 ming, qaysi oy 0, masalan. Proyektlarni bilasizku. Demak 60 mingmi, 70 ming topgan bo'lsangiz, bo'ldi. 2x degan zadacha qo'yaverasiz. Shunaqa. Ha, bilik 150 ming. Bo'ldi, men 150 ming topishim kerak. Nima qilishim kerak? Antiym kecha yurdik, mamnun qiling. Ey, men bu yerga yaxshi ma'noda majburiyatga kiring. Uy qilib oling. Men shu topishim kerak degan narsani harakatini qilaverasiz. Teng bo'lib sizlarda mehnatinglar bilan yaxshi klubga do'stliklar bor-da. Aytdim-ku yuqori, muhim. Demak, keyin oylik rejaga bo'lasiz. Har oy uchun amaliy 5 ta 10 ta vazifa. Katta maqsadga erishish uchun oilaga bo'lsangiz 150 ming, 12 oyga bo'lsa 10 ming, 10 mingni qilish uchun nima masala qilamiz? Zapis qilaman, buni qilaman, yuqoriga to'p qilaman, 2-3 oyda 30 ming topaman. Bittada to'plasam ham mana qilaman degan logika bor 5 ta. Oyga 5 ta 10 ta muhim narsa bo'lganda 4 haftaga bo'laverasiz. Mana qilamiz, buni qilamiz. Natijada bundan nima qilamiz? Haftani 7 kunlikka bo'lamiz. Ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba hozir men bilan kecha bu syomka, bugun bu syomka, ertaga bu syomka, qilib jami keyin uni montaji YouTube'ga yuklashingizga bir hafta ketadi-yu, ko'proq ketadi-yu. Ya'ni shunaqa 7 kunlik rejani qilasiz, o'sha prioritetlaringiz bor. Orada qaysidir bir kerak emas bir Telegram, Instagram siz chalg'itadigan novostlar bo'lsa, yoshlar bana pul topishim kerak degan masalangiz bo'ladi-da. Bu har bir inson o'zi mas'ul. Men pul topmasam bo'lmaydi. Meni ro'zg'orim bor. Meni ota-onam bor, meni farzandlarim bor, meni oldimda turgan masalam bor, uyim bor, to'yim bor yoki yaxshi ma'noda ipotekaga kirgan bo'lsa, majburiyatim bor. Ikki xil qarz bor. Agar yaxshi patkatlaman tayinli quruvchi bo'lib, ipotekaga kirib, har oy 1000 so'mdan to'laysiz, bu bitgungacha qiymati 1,5x bo'ladi. Lekin mashina olsangiz ham o'tgan yil olgan mashinangiz qiymati bugun qimmatlashdimi, arzonlashdimi? Arzonlashdi. Siz necha pulga mashina oldingiz? 25 mingdan. 25 ming. Hozir sotaman siz necha pulga ketadi? 20 mingdan. 20 ming. O'sha payt nedvижимостьga kirgan bo'lsangiz 25 ming. Bugun necha pul bo'ladi? Endi hisoblab ko'rish. Kamida plus 5 ming dollar bo'ladi. 30 ming bo'ladi. Kamida. Logikasi uchun. Shuning uchun uy, mashina desa, mashina qiymat tashiydi, yaxshi uy qiymati oshadi. Buni ko'rish kerak. Haftalik navigatsiya qilasiz. 7 kunni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, jumaga bo'linadi. Har kuni kamida 3 ta muhim masala. Har kuni o'sha qadamga olib boradigan, общий katta maqsadga olib boradigan mayak aniq. 3 ta maqsad, my life planda 3 ta task rule deydi. Har kun kamida mana o'zimda my life planlarimizda esingizda bo'lsa, 4 ta, 6 ta, 4 ta. Kamida 3 ta bo'lmasa 6 tagacha masalam bor. Buni qilish kerak, buni qilish kerak, buni qilish kerak degan narsa. Hammasi baribir pulga taqaladi. Moliyaviy maqsadda xarajat, harakat nolga. Hammasini yana pulni boshqarish ilmini o'rgatdik. Esingizda bo'lsa, приложениеda har bir keladigan pulni yozib oling, har bitta ketadigan pulni yozib oling. Sizni maqsadingizga yaqinlashtiradigan xarajatlarni ko'paytiring, maqsadingizdan uzoqlashtiradigan bo'lar bo'lmas emotsional xarajatlardan ehtiyot bo'ling. Hammasiz bo'lmaydigan xarajatlar bor, oila bor, ro'zg'or bor, obed bor, taksi bor, boshqa bor, yo'lkira bor. Lekin pul zo'r kelib qolsa borib, 70% skidka ekan, mana bu ekan deb emotsional xarajatlardan ehtiyot bo'lish. Ya'ni sizni daromad qilish qobiliyatingizni, pulingizni ko'paytiradigan kuruk bo'lsa ham stoyt. Kecha gaplashdik-ku. Yaxshi kuruk, yaxshi safar bilsangizki, u safarda yurib butun kalibringiz oshadi, chunki siz gelik haydamoqchisiz. Gelik minadigan odamlarning kurugida yurib, fikrini olish kerak-da. Uni xarajatga qaraysizmi, investitsiya qilib qaraysizmi? Ya'ni pulingiz ko'tarsa, yerdan boring. Xohlayapsiz, lekin undan uzoq yuribsiz. Aniq bilib olish kerak. Nima xarajat, nima siz uchun skillsingizni, ya'ni sizni o'stiradigan narsa nima bor. 50-30 nimada, 20da 50ga mast xarajatlar bor. Xuddalik 30 sizni o'sha nimangizni, kalibringizni oshiradigan bilim, ko'nikmalarga tikadigan, ya'ni o'stiradigan ilmlar va 20 ni orttiradigan o'sha savings. Haqiqatan uy bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham ishga tikishim kerak. Har 500 ming, 1000 ming, 500 ming, 1000 ming, 500 mingmi nima qilish kerak? U nima qiladi? Qarzga bo'lsa, qarzni nolga olib kelish. Birinchi qarz yopiladi, keyin investitsiyalar mavzusiga ketadi. 9-blok muhit va atrofni tozalash. Aytdim, demotivatorlar bor, negativchilar bor, qochasiz ulardan. Motivator, ya'ni sizni o'sishingizga bir ruhan turuvchi insonlarning davrasiga yaqinlashaverasiz. Manzilingizga olib boradigan insonlarga yaqin yurasiz, manzilingizdan oyog'ingizdan yerni to'targanlardan
ketib qolish emas, hozir kelaman deb ketib qolasiz. 10-blok kunlik energiyangiz sizni o'sha nima beradigan maqsadingizni har kun ko'rish, tasavvur qilish, vizualizatsiyangiz bo'lishi kerak. Chunki sizni maqsadingizdan chalg'itadigan narsalar ko'p. U yozilmagan bo'lsa, miyada bo'lsa, bo'ldi, tuman esingizdan chiqib ketadi. Kecha yozmagan, o'ylagan narsangiz bugun esdan chiqadi-da. 11-bloki hisobot va tahlillar. Ya'ni har kuni haftalik qani itogo nima bo'ldi? Men necha metrga yaqinlashdim? Men necha pulga yaqinlashdim? Ya'ni bu nuqta aniq bo'lishi kerak-da. Pulga mahrajida pulda barmi? Gelikki mahrajida ham pul, uyi mahrajida ham pul, safari mahrajida ham pul. Men qanchalik yaqinlashdim? Topish qobiliyatim, ishlatish qobiliyatimni nima qilasiz? Progressni o'lchab borasiz. Hozir bu yerdan Yunusobod bo'lsa, hozir qayerda ekan? Alayskidamanmi? Televishkidamanmi? Universitetga yetib keldimmi yo qaysi joyga, ya'ni qarab borasiz. Ozgina qoldini ko'rib borsangiz, o'ziga bo'lgan ishonch ham oshadi. Nimadir o'xshamasa, korreksiya bo'ladi. Nomo'ljallovchi o'xshamaydigan holat sizga bog'liq bo'lmagan omillar ko'p bo'ladi. Plan B bo'lishi kerak-da. Yo'l to'siq ekansa, qaytamiz deymiz-ku. Anta probka ekan, yo'lda to'silgan ekansa, plan B ni qidiriladi. To'g'ri, sal uzoqroq sal nima? Maqsadni o'zgartirasiz yoki kuchaytirasiz. Umuman bo'lmaydigan narsa bo'lsa, mayli biz o'yladik, lekin nasib emas ekan, bir hikmat bor ekan deb o'xshamasa ham. Lekin u bahona emas. Bir hikmat bor, plan B'ni ko'ring. Demak, ijro bo'yicha mexanizm videomiz sal cho'zildi, yoqayotgan bo'lsa izohlarda yozinglar. Men prosta yaxshi mavzu ketgani uchun sizni bahonangizda bularga ham videoni YouTube'ga qo'yamiz. Ijro bo'yicha mexanizm nima bo'ladi? Demak, My Life Planner asosiy qonunlar nima? Birinchisi 1% har kun 1% o'sish qonuni. Har kuni mana bu yerdan A nuqtasidan B nuqtasigacha aytaylik 5 kilometr, 10 kilometr bo'lsa, har kuni 1 kilometrdan, har kun 100 metrdan, har kun bir qadam plus katta natijaga qarab yuramiz. Har kun kamida 3 tadan masala, maqsadga erishtiruvchi, kunliga 3 ta asosiy ish. Taqsimlash resurslarni, ya'ni katta orzuni kichik qismlarga bo'ldik, o'sha nimada ketaveramiz. Nazorat qiladigan narsagina o'sadi. Nazorat yo'q narsa chalg'iz. Qo'ydingiz, esdan chiqardingiz, hech kim sizga kelib, Hojiakbar bir paytlar gelikka niyat qildi, falonchi niyat qildi, deb hech kim bermaydi. O'zing uchun o'zing mas'ulsan. O'zing uchun o'laysan. Har hafta hisob, nima qildim, nima qila olmadim. Sababi. Buni o'yladim, plan fact analiz. Oylik narsani oyga emas, haftaga bo'lsangiz, yaqinlashyapsizmi yo'qmi? Korreksiya sразу joyida ketadi. Va yakuniy natija, agar har birimiz shuni joriy etsak, 12 oy ichida orzularimiz уже rejaga aylangan bo'ladi. Reja odatga aylanadi, odat shakllanadi-da. Odat bizga natija beradi. Natija bu hayotimizni o'zgartiradi. Orqaga qarab, mana shu videoni bunday olib kelasizda menga 5 yildan keyin. Ustoz bitta dedim, ikkita bo'libdi, shu galemaga esizlarmi deysiz. Ya'ni bu mana shu My Life Planner modeli. My Life Planner nima degani? Mani hayotimni planner degani. O'tda ikkita tagidagi fundamenti vaqt va pulni boshqarish. Shuni bila olgan odam istalgan narsani buni ustida quradi. Bu fundamentda istalgan tijoratda. Shuning uchun endi gapiramiz, gap ko'p, menimcha video cho'zilmasligini xohlardim. 10 minut, 15 minut bo'lsin dedim, adashmasam yarim soatlik video bo'ldi. Azizlar, videomiz yoqdimi, yoqmadimi? Men shogirdimiz Hojiakbarga aytgan misolni o'zingizlarga qo'yinglar. Bu sal qarichi kattaroq bordi, Galenvagin dedi, 5 yildan keyin birgalikda Hojiakbar nima bo'ldi deymiz. Kitob kelaman. Shunaqa. Ustoz duo qiling mana. Chunki ustozga ham bitta Galenvagin beraman, undan ko'ra o'zimga ham bo'lmasin deb ko'zingizni o'yganingiz yaxshimi? Sanda bo'lsa ustozingga ham bitta bo'ladi deydigan ma'noda men ko'pincha shogirdlarga duo qilaman. Xudo xolasa ishinglar zo'r bo'lsin, orzu yutuqlaringizni erishganingizni ota-onangiz ham ko'rsin, siz ham ko'ringlar. Azizlar, sizlar ham o'zinglar yutuqqa erishinglar, farzandinglar yutuqqa erishsin. Shu 22 yosh bola mana o'ylangan, yonimizda yurgan. Necha yil bo'ldi yonimizda yurganingiz? 4 yildan. Yonimizga kelganda volontyor bo'lib pul bermasak ham yurgan edi. Necha oy yurdingiz? Qancha yurdim? 2 oy. 2 oy. Keyin necha pul oldingiz? Keyin 1,5 million. 1,5 kilo 1,5 million berilgan. Keyinchi? Keyin shu sekin ko'tarilib. O'tgan yil qancha pul topdingiz? O'tgan yil 30 ming, 40 ming dollar topdingiz. Uydagilar berishdimi yo? Yo'q, shu loyihalarda. Bu yil qancha topdingiz? Ko'proqmi o'tgan yil? Bu yil ko'proq. Qancha? Hisoblamadim, lekin to'y qildik. O'zimga ham mashina oldim. 60-70 ming.
O'tgan yildan 2x bo'ldi. Ha. Demak, bu yil 26-yil 2x bo'lishi kerak. Fix. Ishonasizmi 2x qiymasligi? Bemalol. Do'stlar, Xudo men ham xohlasa. ishonaman. Mana oddiy. Kelishib pul bermasa ham kelgan. Bugun hozir bizni loyihalarda sherik bo'lib yuribdi. Men har doim aytamanki, mehnat qilib, natija berib, просто xohish emas, natija. Qancha urishganlarimni eshitgansizlar, jahlimda ba'zida qattiq gapiramanki, ketaversin deyman, ketmaydi nimagadir, lekin yaxshi o'ziga ham, yaxshi bizga ham mana jamiyatga mana shu bizni YouTube kanalimiz, Instagram kanalimiz, maylaxlarimiz, darslarimizni boshqaruvda mana o'g'lim bilan birgalikda, bular birgalikda xizmat qilishyapti. Mamnun qilsak deyapti. Ham sizlarga xizmat, ham o'zlariga yaxshi daromad, ham biz loyihani o'sishiga hissa qo'shishyapti. Mana sherik bo'lgan odam qilgan ishni odam qiladi. Hojiakbar misolida bir mana shu videoni ochgan bo'ldik. Qanaqa nom qo'yasizlar men bilmayman. Juda mavzular ko'p bo'ldi. Izohlarda yozinglar. Nima fikr oldingiz o'zingiz uchun? Buni maqtash uchun, buni nima qilish uchun emas, o'rnak, namuna bo'lish uchun bir samimiy mana hozir boboy degan yaxshi bir restoranni qasga kelib, mana shu bitta video oldik, 5 minutlik, 3 minutlik dedik, uzoqroq bo'ldi. Menga izohlar qiziq. Yana qanaqa mavzularda suhbat qilishimizni xohlaysizlar? Shu format ma'qul desanglar, ajabmas, shu o'xshagan format ustoz mana bu savollarga ehtiyoj bor ekan, bunaqa misollarga ehtiyoj bor ekan desangiz, nasiba qo'shilgan bo'lsa, albatta tashkil qilamiz. Eslatib o'taman, shunaqa format, ya'ni Hojiakbar qanaqa modelda keldini butun boshlab 1 oy, 1,5 oylik darsi bor. Bizning yonimizda yurgan, mana ham yoningizda yursangiz, yurishga imkon yo'q, lekin har yanvar oyida, yanvar boshidan biznes egalariga 1 oylik offlayn, ommaga ham vaqtda, ham pulni boshqarishga oid 1,5 oy, balki undan ham uzoqroq bo'ladigan onlayn darslarimiz bor. Kimga qiziq, qadrli bo'lsa, izohlarda bizga qiziq, bizga qadrli yoki plyus belgilarini qoldiringlar. Jamoamiz link beradi. Biz nasiba qo'shilgan bo'lsa birga darsda o'qiymiz. Xohlagan savollari mana shu oddiy misollar bilan, oddiy vizual tarzda tushunish mumkin bo'lgan, xuddi shu yigit qo'rqmasdan, galin vaginni niyat qilgandek qo'rqmasdan, mana bu yil 40-50 ming dollar pul topdim, 60 ming dollar topdim degandek, sizlarni ham topishinglarga men ishonaman, agar o'zingizlarda xohish bo'lsa. Men buni shunchaki pul solib qo'yganman, lekin mehnat qilib o'sha eng asosiy narsa "Shtop голове у миллионера" degan ibora bor-da. Bizdan keyingi bosqichdagi insonlarning farqi faqat miyamizdagi o'ylashimizda, bilimimizda bo'ladi. Shu bilim sizlarda bo'lsin, yaqinlaringizda bo'lsin, farzandingizda bo'lsin deb chin yurakdan niyat qilamiz, duo qilamiz. Xudo xolisa agar darslarga keladigan bo'lsanglar, birgalikda o'sha yerda ko'rishamiz, aka bo'lamiz, do'st bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Sizga ham omad tilaymiz. Rahmat. Xudo xolisa tabriklash nasib etsin. Rahmat.